oilasi o'xshamasdan ajrashgan ba'zi bir ayollarga yomon ko'z bilan qarab, yomon niyatini amalga oshirish uchun u ayollarni boshini aylantirib yaqinlashishga harakat qilib yurgan erkaklar, Allohdan qo'rqing ozgina. Uyingizda opingiz bo'lsa kerak, sizga ham singlingiz bo'lsa kerak. Mayli hozir oilasi tinchdir, turmush o'rtog'i bilan yashayotgandir, lekin ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Ayollarga, begona ayollarga yomon ko'z bilan qarayotganingizda uyingizda sizni ham ayollaringiz borligini esingizdan chiqarmang. Siz ko'tara olmaysiz. Sizni qizingizga, singlingizga, opangizga ko'chada erkaklar yomon nazarda qarashiga chida olmaysiz. Siz yomon deb atayotgan o'sha oilasi o'xshamasdan ajrashib kelgan ayollarda ham uyida erkaklari bor. Bir ayolni yomon deyishdan oldin, yomon maqsadda foydalanishdan oldin esingizda bo'lsin. Bu qaytadigan dunyo. Singlingizdan, opangizdan yoki qizingizdan qaytib qolishi mumkin. Mana shu narsaga rozi bo'lib bir ish qiling. O'zingizni ehtiyot qiling.